Mana o'rtoqlar, yurtdoshlar, bu mashinada mana nevaramiz uxlayapti. Bizlar mana toza havoda dam olib ko'k o't ustida o'tiribmiz. Bu dunyoda ham eng baxtli insonlardan birimiz. Yana Allah'ın aytganidek baxtli insonlar ular jannatdadirlar, abadiy jannatda deydi-yu. Shu deganda o'sha yoqdan umidimiz bor. Xudoga shukr, Allah'ın buyruqlarini qilamiz, qaytariqlarini qilmaymiz. Vaqtida ibodatimizni qilamiz. Shu katta baxt shu, boshqa yana qanaqa baxt kerak? Xudodan nima so'rasak beryapti. Allohga shukr, behisob shukr, alhamdulillah. Ba'zi birovlar boylik desa moddiy boylikni tushunadi. Bu moddiy boylik, bu boylik emas u. Shunaqa odamlar bor. Pulining sonini bilmaydi, qancha puli borligini hisobida, lekin bizlarga o'xshab xohlagan narsasini yeb icha olmaydi. Ularga nima qo'yilgan, nima deydi? Endi vrach ruxsat bermaydi-da, "Men buni yeya olmaysiz, buni yesangiz bo'lmaydi, buni yesangiz davleningiz ko'tariladi, men buni yesangiz jigaringizga bo'lmaydi, buni yesangiz oshqozoningizga bo'lmaydi" deydi. O'sha tomonlari bu baxt emas. U baxt bo'lsa, sog'lom bo'lsangiz, yeb ichishga yetib turgan bo'lsa, hayotingiz tekis borayotgan bo'lsa, o'sha baxt shu. Undan oshiq baxt kerak emas. Allohning buyruqlarini qilib, sekin-sekin borayotgan bo'lsangiz, o'shandan katta baxt yo'q. Oxiratda ham bersin. Oxiratimizni ham o'zi obod qilsin deb yashab borish kerak. Shunday qilsa, taqvo qilsa, sekin-sekin Xudo taolo o'zi taqvodorlarning do'stiman degan-ku. Shunga alhamdulillah deymiz. Siz kambag'al insonsiz. Agar sizni xursand qiladigan narsalar qimmat tursa, men doktor kardiolog sifatida aytaman, insonlarni oxirgi nuqtasi, ya'ni so'nggi nafas olishi, so'nggi yurak urishini ko'rgan inson sifatida aytaman, insonga ko'p narsa kerak emas. Millioner bemorni ham ko'rdim, uyi yo'q, oilasi yo'q insonni ham ko'rdim. Ular oxirgi nafasi, oxirgi lahzasi shu bo'ldiki, yashash xohlashdi. Oddiygina yashash. Sizni baxtsizligimizga sabab marketing. Biz ko'p narsa xohlaymiz. Bizga shunaqa miyamizga buni nushat qilishadiki, biz baxtsizmiz, qachonki u narsani olmasak. Biz baxtsizmiz. Men yoshligimdan buyon bitta ham namozimni qoldirmaganman. Oxirigacha o'qiyman. Birinchi o'rinda Alloh aytgan narsalarini qilaman va Alloh rizoligi yo'lida hamma aytganini qilaman, qilmadigan narsani qilmayman. Ishonasizmi deyapti? So'raganimdan ortig'ini berdi va o'sha berganda Xudo seni siniydi berganda. Test qiladi, qani bu inson bandam to'g'ri yo'lda shu berganimni ishlatadimi yo'qmi deb. Va o'sha berganda to'g'ri yo'lda ishlatganim uchun Bu gaplarni eshitib, tavba dedim, astag'firulloh dedim. Endi alhamdulillah deyman. Nimaga? Shu barcha bir xil odamlarni dunyoqarashi, tushunchasiga qaraganimda Allohimni o'zi hidoyatga boshlab, o'zi to'g'ri yo'lga boshlab qo'yganiga behisob alhamdulillah, behisob shukr deyman. Bu dunyo baribir hech narsaga arzimaydi. Alloh o'z kalomida aytgan. Bu dunyoni pashshani qanoticha ham vazni yo'q deb aytib qo'ygan.